Men bu naqshamni kayib sapa kayni kirib, araqning quli bo'lib, illiq oilani vayron qilib, Allahni sargardan qilgan vafosiz otlarga berishligan. Abalaning ovozi, o'g'lim Hikmatning ovozi g'ajab o'xshaydi ekan. Ovozi Hikmatjonnikiga g'ajab o'xshaydi ekan. Akamiya. Shumiya. Ismini Ahmadjon deb atadi-ku. Biroq ismi o'xshamaydi. Ovozi o'xshagan bilan ismi o'xshamaydi ekan emasmi? Rahmatjon, sizning qimmatli vaqtingizni chiqarib ziyoratimizni qabul qilganingizga rahmat. Sizga rahmat. Voy, Ahmadjon. Ahmadjonga ne bo'ldi? Sizga ne bo'ldi deb qilingan. Doktor, menga gap qilsangiz. O nima kasalga giribdor bo'ldi? Menga deb bering. Uning nemisi? Uning singlisi. Unda xos bu yoqqa kel. Endi dang, siz uning nemisi? Rasman uning singlisi. Bu ishdan bizmi bak afsuslandik. Chunki u yigit bahli yoshgan emasmi? Menga da doktor, o nima kasalga giribdor bo'ldi aytib bersangiz-chi. Oqqan keslik giribdor bo'ldi. Oqqan kesili? Rak kesili demakchiman. Rak! O'tinib qalay uni saqaytinglar. Aytibag'imiz bor. Biroq doktor o'tinib qalay, qancha pul kelsin mayli, uni saqaytinglar. Shunga bu yerga yotqizgandan ko'ra uyga olib chiqib operatsiya kutibag'inlar yaxshi. Ya, mümkün emas. Ahmet aka, nemiz qilay degan tansiz. Men qilib beray. Choy deydi. Ma'qul, men qo'yib beray. Bo'ldi, hidi. Rahmat sizga.